Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Beshkara MFdagi 5232 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydoni hajmi 6 gektar, uzunligi 300 metr, bo'yida 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy uslub bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan, yetishtirish davomida va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 15 ta dehqon fermer xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,40 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilimi va ko'nikmalarga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib terib olingandan so'ng navbatdagi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.